الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Nisa'nınki 25. ayetine geldik. İlgirki ayetlerde Allah Subhanahu ve Taala insanlar cemiyetinki quruluşunun bir asası olan aile hakkında sözlep gelip toy kılışqa bo'lmaydigan ayollarni bir-birlab sanab keldik. 24. ayette şu yukarıda sanalgan ayollardan başka her qanday bir ayol bilan pakiz bir şekilde, iffetni saqlagan bir şekilde aile qurishning kerak ekanligi, aile qurishning asosiy baxt saodatininki ayolning qo'lida ekanligi, buning badaliga er kishimi ma'lum darajada badal o'tashga tegishlik, ya'ni to'yloq masalasini tilga olgandi. Bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo insonning hayotida, insonlar jamiyatida yüz berish ehtimoli bo'lgan ba'zi masalalar haqida to'xtaldi. Buning o'ng tarafi qaysi, to'g'ri emas tarafi qaysi, eng sog'lom yo'l qaysi, bu nuqtalarda bizga ta'limot beriyotdi. Davatudu astaizu billah. Wa man lam yastati' minkum qawlan an yankihal muhsanatil mu'minat فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Yani ayet avval kısaca bir tercüme kılsak, düşündürüşke kiriştin ilgili. Aramladım kim ki erkin azat ayallarını elişqa, toy kılışqa iktidarı yetmese, iqtisadi onunla yarı bəmey qap qalsa, mümin qul dedeklərdən, çörlərdən asanlan buldu nikahlar. Amma ulanın dedek çörü oğallıqı hər güzmü iman cəhətdə sizlərin tövəlliklərini bildirməydi. Wallahu a'lamu bi imanikum. Sizlərin qaysanlarının imanı yuqarı, qaysanlarının imanı tövən. Bunu Allah bilirdi. Həmmanlar özara bir gəvdə, ba'dukum min ba'din. Ulanı şularning igidorchiligi, ahlining izni bilan igidorchilik qilayotgan sohibining izni bilan elinglar, ularga normal, ma'ruf bo'lgan, hamma bilan ko'ngan jamiyatda odatlanib kelgan bir shaklda ularning to'yliqini, ajrini biringlar, cho'qim iffatni saqlagan asosda, hammasi ermushu, ayolmushu iffatni saqlagan asosda yaman ishlarni qilmagan, masalan, ajr verdim, pul verdim, haq verdim deb ilgirgi darslarimizda deb o'tganimizdek nashayan ish qilmagan bir shaklda yoki ularni o'zinglarning masalan ashnisi tutib olgan bir shaklda emas, balki pokiz bir oila qurgan shaklda quringlar bu ishni. İnsanlar cemiyeti pak ailelerden kurulsun. فَإِذَا أُحْسِنَّ Bula normal toy qilib dedekler. Toy qilib bo'lgandan keyin bir nashayan ishlarni qilib qolgan bo'lsa, bularga hür ayollarning jazosining yerimi keladi. Aşu aranglardan zinaga tushib qolishdan
Naşayan işlerini qilishdan qo'rqqanlar uchun berilgan hukm. Ammo sabr qilsanglar, chidasanglar, bardoshlik qilsanglar bu teximiz sizlarga yaxshi. Alloh mag'firat qilguvchi, rahim qilguvchi degan oyat bilan oxirlashdi. Mazmun bilan oxirlashdi bu oyat. Oyatning izohatiga kirishdan ilgari qarindoshlar, biz mushu qulluq jamiyati, qul, hur degan masala haqida kichkin bir to'xtalish to'g'ri keladi. Bugungi jamiyatimizda alhamdulillah qulluq masalasi butunlay tugagan bir jamiyat yashayapmiz. Qulluq amaliyotda dunyoda bo'layotgan urushlarningki natija sifatida o'rtaga keladigan bir ish. Ammo hozirgi jamiyatlarda qulluq tuzum yo'qoldi demaklik bilan ama şu tüzümning asaratidan ig'ir asoratlar bor jamiyatda hozir. Qanaqdir qulluq tüzüm yo'qoldi debla bugungi bo'layotgan insoniyatga qilinayotgan jinoyatlarni aqlayolmaymiz. Qulluq tüzüm yo'qoldi, urushlardan asirga tushib qolganlarni o'ltiritish ahvoli halaba ve ularni mangulik turmalarga solutishini normal damda tamam urushga qatnashgan erlar, urush jinoyatchilar o'ltirilsin tamam. Ama ayollar, küçük balalar hiç cinayeti yok. İşi üzünün kulu doğmagan bir türküm cemiyetteki acizlar, qeyrilarınki uruşnunki neticesi süpütüde bularınki öldürülüş, turmağa eliniş ahvalları bek münasip olmagan ahval. Yani bular düşman tarafından esirge çıkıp kalgan boğaçqa bunu düşmanga qaytırıp birishning üzümü hem bir to'g'ri ish emas. Çünkü esirni qaytirish düşmanning xo'rligini o'stiradi. Əsir ağuş tarafta saqlanıdı. Ama bunu türmüge sulab, öldürüp, qiynab emas. Normal cemiyetdeki bir yaşaş imkaniyetiga ega turib saqlanıdı. Bu şu öz vaqtidagi urushlardagi qulluq, yani mesela qarshi taraf elingandan keyin ega olgan taraf bunu ega suludu. Əsir elib bizlarga topshirdi cemiyetde. Masinin olsun sen bunun holatini xabar olasan. İşlerine kepilirse şu ilgi sorudu. Bu şekilde şekillengen ahval. Endi İslam kelgen vaqtdan tatip, İslam kelgen vaqt qulluq jamiyat favqulodda avjagan jamiyat bo'lg'achqa asosli qulluqni jamiyatdan supurib tashlash. Buning uchun kuchaygan İslam. Bir jamiyatda qon qiniga singib ketgan jamiyatning har sohalariga singib ketgan ishni yo'qotmoq tasamdi. Bunda bo'lg'achqa İslam nurg'un narsalarning kafarat sifatida qul ozod qilish, nurg'un ishlarning jazosi sifatida qul ozod qilish qatorliq bir qator tadbirlarni yo'l qo'yish orqali qulluqni yo'qotishga favqulodda kuchaygan dinning birisi. Endi mushu oyatdami qulluqningki bundan keyin davomlashmaslik oldini elish bu bir asos. Yana birisi qul dedek bo'lib qolganlarningki jamiyatdagi o'rnining bir qulab qolganligi tufaylidan insonlikdan tushirilib turib muomalaga uchirmasligi haq huquqininki kaforatga ega qilinish uchun o'sha nikoh masalasida cho'ri dedeklarga munosabatlik nikoh masalasida bugungi oyatda bir ahkomlar bor. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni, musulmonlarni qiziqtirib hur erkin ayollarni e'lon deydi. Dedeklarni ammanglar deyapti. Ya'ni gapning tigi bizni dedeklarni ilishdan qanday qilyapti? To'y qilib elishdan keynimizga chukundiryapti. Ya'ni imkon bor ammo deyapti. Imkoniyating o'slam ammo deyapti. Endi odatda normal ayollarning to'yligi dedeklarga qaragan vaqtda tabiiy qimmat turadi. Ba'zi iqtisodiy sharoiti yo'q kishilar iqtisoddan qiynalganligi uchunlar hur ayollarni qo'yib masalan alaydi to'y qilaydi nimasi yo'q, iqtisodi yo'q, ololmaydi. Ama dedeklar, cho'rilar azon hamdi. Ularning to'yliqi avlo qaraganda tabiiy tuvan bo'ladi. Bularni elishni o'ylashga ahvol ostida Alloh subhanahu va taolo zodi imkoniyating bo'lmagan ahvol ostida hur ayollarni elishga qurbon yetmagan ahvol ostida tamom oson bo'ladi. Ammo sen almoqchi bo'lgan shu cho'ri dedekning bir egisi bor, xo'jayini bor. Shuning izni bilan elishing kerak. Çünkü to'y qilgandan keyin o cho'ri dedekninki gerçi mülkiyeti aslidagi sohibining qo'lida qolsa-mu, ammo normal oila ishlarida har ayollik munosabatda uningdan yo'tkilib er tarafga qanday qilib yo'tkiladi. Ya'ni uning nuqtasi o tarafi aslidagi xo'jayindan kimga yo'tkiladi? Erga qanday qiladi? Yo'tkiladi. Şu bu noktada
cho'qim qo'l dedekni olmoqchi bo'lgan xo'jayinning ruxsati bilan qana qilish kerak, elish kerak. Bu bir oyat bizga eskartayotgan nuqtalarni men birdan qana qilish kerak, qana qilay sizlarga izohlab o'tay. Bu bir nuqta. İkincisi bularni har gün tüvenkürüp men dedek bu, qul bu degan bir şekilde tüvenkürüşke har qilish qolmaydi. Bularning cho'qim berishga tegishlik haqlarini, huquqlarini to'liq berish kerak, to'yloqlarini to'liq berish kerak. Aqallisi mening diqqatimni tortayotgan bir nuqta bor oyatda. Ya'ni hör ayollarni alanmasanlar, sizlarning mu'min qizlaringlardan elinglar deb dedeklarni qiz iborasi bilan ifodalayotir Qur'on. Ya'ni dedeklarni elinglar demak, shu dedeklarni masalan erlar bo'lib qolsa, yigit, qizlar bo'lib qolsa, qiz ifodasini qo'llanyapti. Bu nima demak desa, tamam u bir dedek, u bir qo'l, lekin bununla nisbeten muamele qilishda onunla quldek, dedekdek muamele qilish qolmaydi. O normal cemiyetdeki insanlarga o'xshash bir insan. Onu şu başqalarni atagandek qiz, yigit deb qana qilish atash degandek bir masala. Ama bayatning dastlab kirgan bir nuqta bor. Allah qulluqning jamiyatini yo'qolishini xohlaydi. Bugungi kishilarni, mu'minlarni amal ba qo'l dedeklarni ammanglar. İmkaniyetini yarabası, hör ayollarını elinglar deyishning o'zi qulluqni yo'qotishga bo'lgan birinchi qadam. Qanday birinchi qadam? Chunki ahkomlarda bunda bir hukm bor. Dedekninki o'zining xo'jayinidan bir bola tug'ib qolsa, dedekning shu hamon ozod bo'lishi, tuqqan bolasining ozod bo'lishi deydigan bir hukmlar bor. Agar dedek balını xo'jayindan tug'may, boshqa bir odam dedekni to'ylab elib, shu odamdan tug'ib qolgan taqdirda tuqqan balasi qulpati tug'iladi va buning mulkiyati igidorchiligi xo'jayinning qo'lida. Demak, dedeklarni to'y qilgan vaqtimizda bu dedekning, bu qulning qulluq dedeklik umri uzraydi. Hatto tug'ilgan balaning qulluq dedeklik umri davomlashi demdi. Ama İslam bu yerde qulluq dedeklikni yo'q qilmoqchi. Shunlashqa bularni o'zining xo'jayiniga tashlab berishni tashabbus qilyapti. Sizlar imkon bor ammanglar deyapti. Chunki o ayol shuda xo'jayindan balali qoldimi, tuqqan kunisidan tortib balasimi azod, o'zimining bo'ladi, azod bo'ladi. Ya'ni normalda 1-2 yilda qulluq tugay degan gap shu ayolga nisbatan. Bu bir nuqta. İkincisi İslam'ın toy qilish qoidalaridan birisi shart emas, ama tashabbus qoidalaridan birisi toy qilmoqchi bo'lgan er ayollar mayli yosh jihatda olsun, mayli iqtisodiy jihatda olsun, ijtimoiy o'rinda olsun, o'xshash darajada bo'lishni tashabbus qiladi. Nimishqa? Chunki oila mehr muhabbat asosida qurilishi kerak. Oila qanday bir muhitda shakllansa, aileden çıkılan avlatlar şu şekilde yoğunaydı. Bu avlatlar kelgüs cemiyetninki temsilcidir olurdu. Bunun için aile bir inak, ittifak, mehir, muhabbet, hürmet asası devam kılış gerek. Eğer iki taraf teng olmagan vakitte, mesela deyli, bir taraf favqulodda iqtisodlik, bir taraf kambag'al bo'lib qolsa, mutlaqo kunlarning birida yoki dastlabda qizib to'y qilgan bilan hamma ishlar so'g'ib normal holatga kelgan vaqtida iqtisodiy yuqori tarafninki qarshi tarafga nisbatan bir xil tuvan ko'rish pozitsiyasi ko'rinadi. Nasiba yuqori tarafning qarshi tarafni tuvan ko'rish pozitsiyasi ko'riladi. Bu pozitsiya o'rtaga chiqqan vaqtda, andan oilada shu vaqtida inaqlıqның buzulğan günüse, xapılıqның cəngizlərinin başlanğan günüsü oldu. Muşunun oxşaş. Əgər bir erkin adam, hör adamdan birisi, dedək, quldan birini əb qalsa, çörüdün birini əb qalsa, onun könlüge mutlaqa mən erkin adam. Amalsızlıqdan, mənin iqtisadının yoxluqıdan ma dedəkini aldım. Bir işki ığızıdın, sən degen bir dedək, dəb qandaqıb qalamı, çıxıb qalamı, şunu olan, aileden nemlik peyda oldu, igizpeslik peyda oldu. Bu şeyden ailenin asası, huli, qandaqıb qalıdı, təvrəb qalıdı. Yani birisi-birisiga yoğallıq qilish, andikin xarlash, onunla əziyyət birish, ahanet qilish əhvalları mişşərin çıxıdı.
Kur'an ailenin asasını mana şekilde ifadeleydi. Vel habithune lil habithat ve tayyibatu lit tayyibin degan şekilde. Bu qandaqdır? Onda buludu degan şekilde kökünmez. Yani yaxşılar, yamanlar, yaman ayollar üçün, yaman erler. Yaxşı ayollar, yaxşı erler üçün degan ifade. Bunu bazılar maştaq buludu degan şekilde hükümde düşünüp cemiyetke qarab qalsa, er yaxşı, ayol nachar, ayol yaxşı, er nachar, ayatda maştaq buludu degan bunda emasken ya unda emas. Bu degan şer'i, teşri'i hüküm. Yani bizge maştaq qılınlar degan ifadedeki hüküm, tavsiye. Yani cemiyetdeki kişilerini toyuq bergen vaqtida hammasini özünün xili bilen toyuq berish kerak. Çünkü yaxşı demni nachar ayolga toyuq qo'ysa, yaxşı ayolni nachar adamga toyuq qo'ysa, çok mutlaka öz ara birisi sen onda, sen mundaq deydigan gap söz chiqadi. Ailenin huli şu haman tevreydi. O'xshash ikki kishi birisini qanaqlanmaydi, eyipleyenmaydi. Şoňaşqa cemiyetimizde özünün nachar oğluğa en yaxşı kızlarını izleydiğin ata-analarımız var. Bu kızlara nispeten zulüm. Özünün nachar kızını onu kılıp bunu kılıp yaxşı yigitlerge qanaq boladigan, bir boladigan ahvallar var. Bu oğulga nispeten zulüm. İslamnınki toy prinsipida iki taraf asasen hem jihatda qanday bo'lish kerak, hem tang, ortaq bo'lish kerak ki bu ailede özara birisini tönkürdigan, birisini izdigan, peslaydigan, eşyalaydigan, hakaretlaydigan, ahirda zulüm selip, ailenin hulu tevrep, aile buzulduğun ahval yüz beğenmesin deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Şu noktadan ayette bizge imkaniyetin bolsa hür ayal al davatıdı. Yani dedek amma davatıdı ayet. Bombayı kapkasa al, amma o dedekke adettikidek muamele kılın. Yani onu eşyalama, tüelleme, hakaret kılma, onun hak hukuklarını dahli terizgi qanday kılma, uçratma davatıdı Kur'an-ı Kerim. Şun başka, şu noktanın birinci kademini Kur'an aldı ki o dedek ne dedek deb atamasından fetayatikumul mu'minat deb fetayatikum degan şekilde qanday qıvatıdı ifatlavatı. Sizlerinin kızlarınladın deb ifatlavatı. Yani dedek ne? Kız atalık usulen atavatı. Adatı fetayat normal ifadede yani hürmet sözü yaşlığa nispeten 15 yaştan 25 yaş etrafındaki ayollara nispeten bir hürmet sözü. Kur'an dedeklerge hürmet sözü qanday qıvatıdı, ifadalawatıdı. Andakin bazılar ayetinin özünden sizlerning mu'min qizlaringlardan degan ifodega qarablam kishi o'zining qo'l ostidagi dedekni a'zo bo'ladi degan hukm chiqaradi. Ya Qur'on ko'p vaqtda jamiyatning har xil guruhlariga xitob qilgan vaqtda sizlar ifodasini qo'llandi. Sizlar ifodasini qo'llanganligi qanaqdir sizlarning deganlik emas. Siz bir jamiyat yashayapsizlar, sizlarning bir juz'iy qisminglar o degan ifodani maqsad qilmoqchi. Bu yerdagi sizlarning mu'min qizlaring, dedeklaringlardan degani sizning dedikinglar degan emas. Shu jamiyatda yashayotgan dedeklarni, boshqalarning dedik demak. Chunki o'zining dedikini amusin bo'ladi. Chunki o'zining mulki u. Xuddi uningdan qanday foydalansa, foydalanadigan holatda. Bu noktada oğaçqa bir yerde sizlarning deyishning, yani sizlarning o'zining dediki deb tafsir qilishning hech hojati yo'q. Chunki Qur'oni Karimga qarab baqsak, "Va la talmizu anfusakum" deb bir oyat bor. O'zlaringlarni har xil laqamlaringlar bilan ayblashmanglar. Yani o'zing hech kim o'zini ayblmaydi-ki. Ahmet Mehmetni ayblaydi, Mehmet Sametni ayblaydi. Shu o'zaro bir-birini ayblaganligi, o'zini ayblaganligi. Chunki shu jamiyatning bir parchalari hammasi. Undan boshqa yeni bir ayet var. Şunu okşaydıgan ben misal keltirip buraya. Sure Nur'un 61-ayeti. فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. Sizler bir öykürsanlar, üzənlağı salam kılınlar deydi. Hiç kim üzgü salam kılmaydı ki. Başqaları salam kılıdı, başqaları sana salamdan kayıtırdı. Bu bir cemiyete salamdan umumlaşışının ifadesi. Yani senin başqaları cemiyete salam kılının, üzəngə salam kılının degen ifade. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ deydi Kur'an. Sizler özrünlarını qanday qılmaqla öldürməyin. Heç kim özünü öldürməydi. Mening seni öldürgənim, senin meni öldürgəninlə beraber. Cemiyetning bir partisi biz. Bir cemiyet yaşayotgan bir toplum kişiler biz. Ma noktadan sizler ifadesini qo'llandi Kur'an. Bu yer qarablam o'zining dedikini elish uchun kelgan oyat dish bak to'g'ri emas. Balki shu jamiyatdagi boshqalarning dediki. Chunki o'zining dedikini ahmasimi bo'ladi. Faydalanadigan har qanday bir şekilde o'zining dedikidan foydalana oladi odatda. Andakin oyatning oxirisida
Depoplikinde mümin dedekleringlardan elinglar depoplikinde Allah sizlarning iymoninglarni biladi deydi. Nima uchun bu so'zni qiladi Alloh subhanahu va taolo desa, dedek degandan keyin kallamlik qiladigan narsa har jihatda tuvan o'rinda deydigan bir hukm bor. Hatto xuddi dedekning iymoni xo'jayinning iymonidan tuvandagidek. Jamiyatdagi yuqori tabaqadagi odamning iymonidan tuvan tabaqadagi odamning iymoni tuvandek bir xil tuyuq bor. Amaliyotda iymon qalb masalasi bir odamning o'rnining yuqori tuvan bo'lganligi, xo'jayin yoki dedek bo'lganligi uning iymoniniingmi xo'jayin dedeklarcha bo'lganligining ifodasi emas. Alloh sizlarning iymoninglarni obdan biladiganini, balkim u dedek xo'jayindan iymon jihati yuqorilishi mumkin. Iymon masalasi ayrim nima masala davodudu. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo qarindoshlar bu jamiyatni yaratdi. Jamiyatdagi insonni yaratdi. Jamiyat yuz beradigan ishlarni eng obdan biladi. Jamiyatda qanday bir murakkabliklar chiqadi, buni qanday hal qilish kerak, buni obdan biladi. Ya'ni jamiyatdagi har odamning huquq manfaati kafolatga ega bo'lgan shaklda, jamiyatning asli Allah bekitgan qoida prinsiplari buzilmagan shaklda hal qilish uchun masalalarni bizga mushu shaklda qanday qilyotdi, bayon qilib beryotdi. Deb bo'lib, yana shu Alloh sizlarning iymoningni obdan biladi deb bo'lib, sizlar ba'dukum min ba'd. Hammanglar bir jamiyatsizlar. Bir sonning xo'jayin bo'lib qolgan yeringlar va bir sonning dedek bo'lib qolgan yeringlar va amaliyat o'xshash insonsizlar. Hammanglarningki otasi Odam, onasi Havvo. İctimai cemiyetdeki o'rninglar farqli bo'lsa-mu, ammo iymon sizlarning oranglarni o'xshash bir o'ringa qo'yadi. Hatto tehi kimning iymoni kuchli bo'lsa, jamiyatdagi o'rniga qaramasdan shuning iymondagi darajasi nima bo'lishi mumkin, yuqori bo'lishi mumkin. Davatudaki Alloh bir signal. Eng yaxshisi hur ayol al. Dedek olmoqchi bo'lsang, mush nuqtalarni ko'z oldingga al. Uning jamiyatdagi o'rni tuvan sendan to'g'ri. Allah'ın nazardagi o'rni o'xshash. Iymon nuqtasida sen bilan o'xshash. Anda o'g'andan keyin sen uni ep bo'lib, buni burunqidek, dedekdek muomala qilaman desang, yo'q, bo'lmaydi. Sen mushnoqni ko'z oldingga olishing kerak. Ma'na eskartyapti. Ya'ni iymonni eskartishi, hammanglar o'zaro ba'dukum min ba'din deb mana shaklda ifodalashi, o'zaro billadishi, agar to'y qilmoqchi bo'lsang dedekni to'y qilishni ilgari dedek deb ko'zingga ilmagan bo'lsang, to'y qilib bo'lgandan keyin sen uni normal odam qatorida ko'rish. Mushuni bulalasang, al deyapti. Undan keyingi oyatda fankihuhunna biizni ahlihinna. Sizlar o dedek qizlarni ahlining izni. Chunki dedeklarning bir egisi bor. Dedeklarning egisi bor, ya'ni xo'jayinlari bor. Uni birisi to'y qilib oldi deganlik burun xo'jayinga qilayotgan xizmatini endi eriga qiladi degan gap. Xo'jayin bilan bo'lgan butun aloqasini endi eri bilan aloqa qiladi degan gap. Ya'ni xo'jayinning bu yerda yo'qotadigan bir ishlari bor. Undan keyin muhim halqi nuqta qaysi? Xo'jayin. Shuningcha buni xo'jayinning izni bilan qana qilish kerak, elish kerak. Bu bir nuqta oyatdan olgan. Oyatning ifodasidan chiqayotgan yana bir nuqta bor, diqqatimizni tortayotgan. Oyatda dedeklarni xo'jayinning izni bilan ilinglar demadi. Men aslida tarjima qilyapman. Ammo ma'no shu. Ahlining izni bilan davotidi. Dedek degan atani sonmaydi. Uning xo'jayinidir. Oilasi ifodasini qo'llanadi. Ya'ni bu yerda bizga shuni signal beryapti-ki Alloh jamiyatda qul xo'jayin hargiz qul xo'jayin shaklda muomala qilinmasligi kerak. Xo'jayin qulga nisbatan, dedekka nisbatan ata-onaning rolini o'ynash kerak. Boshqa hadislarda bor. Boshqa hadislarda keliglik, boshqa yerda keliglik. Islomning ta'limoti bir qulga, bir dedekka o'zining balasiga muomala qilgandek muomala qilish tashabbusi va islomning. Tamoqqa o'xshashiladi. Ya'ni dasturxon ayirmaysa degan gap yani. Xuddi balavoqlar bilan qanday dasturxon o'tib tamoq yesang bilaysan. Kiyim kechgan farqlanmaydi, o'xshash bo'lishi kerak. Xo'jayin qanday kiyinsa, dada bir uyda qanday kiyinsa, balasi muvofiq shaklda kiyindi o'ziga loyiq. Dedak qul shuna o'xshash kiyinish kerak. Ya'ni farqlanmaydi kiyinish. Ya'ni birisi kelsa Iroqdan ko'rsa, ma'ning xizmatkori ekan, degidek
farqlanib qolmoqdek darajadagi tamam onun vazifasi var, onun xizmatchilarning o'zgarishli vazifasi var. Shu vazifalarda taqatining sirtidagi ishlar bilan majbur bo'lmaslik kerak. Agar ig'ri kelgudek ishlar bo'lib qolsa, buni yordam berishing kerak. Bu tashabbuslarning hammasi adada normalda oila a'zolarining bir-biriga qiladigan muomala tashabbusi bu. Bu nuqtadan qo'l didaklarni hergiz qo'l didak o'rnida ko'rmay, o'zining oila a'zolarining birining o'rnida ko'rish İslamning tashabbusi. Bu nuqtadan bu oyatda shu o'zining ahli ifodasini qanaqatida qo'llanadi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni masalani Alloh bir-birlab hal qiladi. Amma da'dudu. Hör ayollarni al. Chunki sen shunda dedakni birni olib qo'ysang, uning qulluq dedaklik vaqti uzraydi. Xo'jayinning qulda qolsa, xo'jayindan shunda homil bo'lib, bola tuqqandan keyin erkin bo'ladi. Tamam, agar sen olaman deb tudingmi, olsang, rioya qilishlik tegishli taraflar bor. Uning dedakligini o'ziga chandamaysa, sen uni xotun deb e'tirof qilib turib uyda saqlaysa, to'ylamaysa, aziyat vermaysa ve onu xo'jayindan izni so'rab qana qilsa olsa va to'yloq masalasi kinkoyatda fankihuhunna bi idni ahlina deb bo'lib, ahlining iznidan angil deb bo'lib va atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Onun to'yliqini ma'ruf yo'ldan birisi hergiz maddedekdi, tüventi deb uning bermaydigan yoki to'mbirtashni qilmaysa. Kesin bir şekilde jamiyatdagi shu holdagi şu darajadagi qizlar qanday to'yloqqa loyiq bo'lsa, buningga shu to'yloqni berib olsa. Buni mushaqacha butunlay Qur'on qanaqatida masalaning ikki xil hal qilish chorasini bizga gapirib. Ammo bu bir chora. Erkin azat ayol al. Onun qulluqi tugusun. Yo'q, men almasam erkin ayollardan ağudak nimem yo'qdi, pulum yo'qdi, iqtisodim yarib bermaydi deb qolsang, sening buni qildigan muomalang ma shaklda bo'ladi. Uni hergiz ashalab, to'llab, aziyat qilish haqqing bo'lmaydi degan shaklda to'yloqlarigacha qanday qotdi belgilab berdi Alloh subhanahu va taolo. Andikin ahirda bu dedekler bilan bo'ladigan sizning oila munosabating cho'qim iffat asosida bo'lishi kerak. Oila asosida bo'lishi kerak. Sen onunga bağlanışın kerak, o sana bağlanış kerak. Munosabat mushu shaklda qurilgan holatda oila qurilishi kerak. Qanaqdir bir yerda zina, fahisha, nashayan ishlar bağu jamiyatda bu shaklda olmasligi kerak yoki uni bir oshiq mashqliq daranması yoki aşını şekilde tutup algan bir şekilde alaka qat'iy bo'lması kerak. Nimishqa buni alohida bu yerda ta'kidlaydi desa, chunki ko'p hollarda dedeklarninki ata-onasi bo'lmagandan keyin, aka-ukasi bo'lmagandan keyin, ya'ni oilasi bo'lmagandan keyin biraz tashlanib qolgan ahvollar bor. Ya'ni qo'g'dalmaydigan ahvollar bor. Odatdagi erkin ayollar qaragan vaqtda dedeklarga nisbatan boshqalarninki buzaq qilish masalan ularga masalan ochiq desak chaqchaq qiladigan noto'g'ri yo'llar bilan muomalagan ahvollar nisbatan ko'p bo'ladi. Shu Qur'on dedeklarning muomalasi kelgan vaqtda alohida eskartgan shaklda muhsanat shundami bir iffatlik bir holatini saqlagan holatda nashayan ish bo'lmagan holda ularni oshni tutib olmagan holda deb takror asli har bir so'z yeni bir so'zning ma'nosini ifodalaydi asli. İffet degenden keyin bo'ldi. Nashayan tugaydi, ashna masalasi tugaydi. Lekin Alloh 3 xil ta'kidlan nashayan iffet ifodasi, nashayan ishlarni qilmagan ifodasi, ashni tutmagan ifodasi 3 ifoda bilan ma'nosliga nisbatan alohida ta'kid beryapti bizga. Mana Ahmed bironlar, mana sal qarmanglar qanaqa bo'ladi da'vatida bu yerda. Ayetni davomlashtiraylik oxirisini. Ayetning oxirisida fa iza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma alal muhsinat min al'azab. Ya'ni agar ular to'y qilib bo'lgandan keyin deydi. To'y qilib bo'lgandan keyin nashayan ishlardan birini qilib qolsa, bularga hur ayollarga beriladigan jazoning yarmi beriladi. Nima ishqa? Chunki hur ayollar degan gap uning oilasi va degan gap, dadasi va onasi va degan gap, aka-ukalari va degan gap, ya'ni bir tarbiya ichida yo'g'naydi degan gap. Ata-onasi ba tarbiya ichida yo'g'nab turib qilgan ishning jazosi tabiiyki cho'ng bo'ladi. Ammo dedeklar degan gap, ya'ni ata-onasi yo'q degan gap hisobda.
qo'g'dug'uchisi yo'q degan gap. Buning tarbiyalaguvchisi yo'q degan gap. Men tarbiyatni xoli qolgan. Bunday hol bo'lgandan boshqalarningki ashta bir to'saqlarga, qismoqlarga dasab qilish ehtimoli ko'p bo'ladi. Boshqalarning hujumga o'xshab qilish ahvoli ko'p bo'ladi. Ya'ni nurg'un ishlar o'zining qo'ldanmay qoladi. Hörlerningki yomon ishlardan saqlanishiga qaragan vaqtda dedeklarning yomon ishlardan saqlanishi tasuludi. Bir insonning sharoiti hamda bu. Jamiyat ba ahvol shu. Ondoğanken Kur'an her adamga nisbeten muvaffaq ra'y qiladi ahvoliga. Hörlerge berildigan jazo bilan dedeklarga berildigan jazo o'xshamaydi. Hörlerge butun jazo berilsa, ya'ni 100 tayoq bilan jazolansa, 100 tayoq bilan jazolansa, dedeklar 50 tayoq bilan qanday qiladi? Jazolanadi. Bu dedeklar bilan hörlerning o'tirisidagi farq. Hörler masalasida, hör ayollar masalasida ikki xil hukm bor. Naşayan işlarının cezası da. Eğer toyuqib boğan bolsa, bunun cezası rejim oludu. Toyuq qılıqsız olub qalsa, bunun cezası 100 tayoq oludu. Bazı hata tushunmagan kişiler, xususan havariclar, müşahideki Kur'an'daki bazı bir ifadelerini hata tushunib, meseleni iyileştirgen ahvallar var. Qanday desangiz, biz tününkü dersimizde muhsin, ihsan ifadesini 3 xil ma'no qo'llandik. Birisi hör ma'nosida, birisi to'y qilgan ma'nosida degandek bir 3 xil ma'noda qo'llandik. Masalan, hozirgi bu oyatda fa iza uhsinnadiki ihsan so'zi to'y qilish ma'nosida. Ma'alal muhsanatki muhsanat hör ma'nosida. Buni akablar xato tushunib, ikkilisini to'y qilgan ma'noda elib, masalan, ba'zi kishilar Qur'onda muhsin ayollarga berilgan jazoning yermuva degan ifodani elib, rejmi degan o'lguchi uni tashlash degan gap. O'lguchi tashburon qilish degan gap. Buning yermi olmaydi. Mutlaqo yermuva degan gap jazoni sanog'iladigan jazo. U degan shu tayoq. Anda o'ganda rejmida bir hukm yo'q deb manda ta'tur ma'no oladigan ahvollar va men sizlarga askartib qo'yay, asıltib qo'yay. Biz ilgili darsimizda muhsanat ifodasini hör ayollar, iffetlik ayollar, andan to'y qilgan ayollar deb ma'noni olgan. Ma'daki uhsinna birinchi uhsinna to'y qilgan ma'noni ifodalasa, oxirisidagi muhsanat to'y qilgan ma'noni ifodalamaydi, balki hör ma'nosini ifodalaydi. Buningki bir dalili nima desangmi? Bir dalili nima desangmi? Oyatning oxiridagi azab so'zi dalili. Chunki azab degan odamning jinini og'irtadigan jazo degan gap. Jinini og'irtadigan jazo tayoq. Ammo rejmicho, rejimining jinini og'irtadigan jazodan o'ta u degan bir hayotni yo'q qilish u. Ya'ni odamni o'lim jazosiga hukm qilish deganlik. O'lim jazosiga hukm qilingan jazoni azob demaydi birisi. Azob normal jazo. Chunki Qur'oni Karimda azob bilan o'limni ikki xil o'rinda ishlatgan. Masalan, sura Namlda bunda bir ahvol bor. Sulaymon alayhisalom qushlarni ko'zini kechirib o'tib, "Maliya la aral hudhuda am kana min al-ghaibin." Men hech hubibni ko'mayman-ku, yo'qolib ketdim-ku deb, "La u'azzibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu." Ya qattiq jazolayman yoki uni o'ldirib bo'g'izlab o'tman. Qarang, Sulaymon alayhisalomning bu ifodasini Qur'on shu shaklda. Azab yoki o'lish. Azab bilan o'lish ikki ish. Azab deganlik jini og'irg'udek jazolash deganlik bo'ladi. O'limga hukm degan gap hayotini yo'q qilish deganlik bo'ladi. Oyatning oxiridagi muhsanatlarga, ya'ni hur ayollarga berilgan azobning ifodasini qo'llanganligi jon og'irg'udek jazo degan gap bu. Jazo degan gap. Biz ma'noqtidan o'lim masalasi boshqa masala. Andikin tayoq bilan uni 100 tayoq selish jazo masalasi u boshqa masala. Endi bir nuqtadan kelaylik qarindoshlar. To'y qilgan ayollar bilan to'y qilmagan ayollarning jazosi o'xshab qolsa, bu normalda aqlga muvofiq emas. Qanday aqlga muvofiq emas? To'y qilgan ayollarningki qilgan nashayan ishning ta'siri jamiyatga haqiqatan cho'ng bo'ladi. Qanday cho'ng bo'ladi? O'zining ota-onasi, o'zining oilasiga bo'lgan ta'siridan boshqa irvoninki, eriga ta'siri va erining oilasi va u ayolning balasi bo'lib qolsa, balasiga ta'sir bo'ladi.
Demek to'y qilib bo'lgan ayolning qilgan nashayan ishiningki salbiy ta'siri favqulodda cho'ng. To'y qilmagan ayol kishiningki salbiy ta'siri to'y qilib bo'lgan ayolga nisbatan tabiiy kichik bo'ladi. U to'y qilmagan ekan bolasi olmaydi. Ir olmaydi, qaynisi olmaydi. Faqat o'zining oilasidan lam cheklanadi. Bu nuqtadan ikki odam o'xshash jinoyat qilgan bo'lsa-mu, bu o qilgan jinoyatning jamiyatga beradigan salbiy ta'siri o'xshamagan bo'lg'achqa tabiiyki o'xshamagan jazo berilishi aqlga muvofiq. Shunga to'y qilgan ayollar bilan to'y qilmagan ayollarningki jazosining bir-biriga o'xshamasligi bu aniq masala. Bu bir masala. Ikkinchisi bayatniki men ta'tir tushuncha oldi deganlar deydigan bir gap. Yani Qur'onda rejim meselesi hakkında ayet yok deydi. Halbuki Qur'onda qanday ayet var? Qur'onda payg'ambar apkaganni ching tutinglar, to'sqandan yeninglar degan bir oyatning o'zi bor. Esingizda bo'lsin. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning vazifasi Qur'on muqarrarlashtirgan dinning asosiy prinsiplari, dinning mo'jizlik taraflari, umumiy qoidalarini ummatga izohlashdan boshqa Qur'on kirmagan ba'zi qismiy ahkamlarni qana qilish, bayon qilish. Buni agar bunda deb tushunilmasa, Rasulullohning nima roli bor? Qur'on namoz o'qinglar degan buyruqni bergandan keyin namozning 5 vaqt bo'ladiganligi, namozningki peshinning 4 rakat, bomdodning 2 rakat, asrning 4 rakat ekanligi, ro'zining qachondan boshlab qachon tutganlik, zakatning miqdorlari, haj faoliyatining tafsilotlari hech qaysi Qur'onda yo'q-ku ko'pinchisi. Bunun hammani payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining nimasi amaliyati orqali sallu kama ra'aytumuni usalli, men namoz o'qigandek namoz o'qinglar. Xudu anni manasikakum, haj faoliyatini mendan o'rganinglar degan bir shaklda Rasululloh bizga qana qildi yetkazdi. Qur'onning o'ziga qaraganimizda, mush Rasulullohga ergashish buyruqlarga qaraganimizda bayatni o'qigan oyatim bor. Sura Hashrninki 7-oyat. Va ma ataakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu. Ya'ni Rasulullohga to'liq Alloh tashri qonun chiqarish, hukm chiqarish huquqini berishni bergan ifodalaydigan oyat bu. Rasululloh apkaganni ching tutinglar. Qur'onma Rasululloh ma hukm Qur'ondan deb apkasimi? Olimiz shuni ma hukmni men yo'lga qo'ydim Allohningki izni bilan deb apkasimi? Biz uni ching tutamiz. Va ma nahakum anhu fantahu. Rasululloh to'sqandim qana qilinglar, yeninglar. Ma ikki ifodaga diqqat qilganimizda oyatning oxirida to'sqandin ifodasi bor. Ammo oyatning boshida buyurganning ifodasi yo'q. Qana ifodasi bor? Etkagan ifoda bor. To'sqan bilan buyurgan hammalarga ma'lum, eg'izda tusudu, eg'izda buyuruydi. Ammo bu yerda buyurgan demaklik, Rasululloh buyurgan itoat qildi demaklik. Oyatning ifodasiga diqqat qilinglar qarindoshlar. Agishin degan yerda Rasululloh apkaganga agishin deganlik. Rasululloh apkagan degan nima desa, diginimi apkagini, qig'inimi apkagini. Ammo to'sqanni nima degan yerda faqat eg'izda to'sqan. Chunki yomon ishni Rasululloh o'zi qilib bizni to'smaydi. To'sash babida so'z asos Rasulullohning. Ammo akilish babida buyurish emasa, akilish babida hem digini asos, hem qig'ini asos. Bo'libmi Rasulullohning hadislarining qismlarining ichida, sunnatning qismlarining ichida 3 xil qismi bor. Birisi Rasulullohning so'zi bizga nisbatan sunnat. Sunnat deganimiz ya'ni akagan diniy yo'l. Rasulullah'ның qig'ini bizga nisbatan diniy yo'l hisoblanadi, hukm hisoblanadi. Rasululloh boshqalar qilgan vaqtda uni tasdiqlig'ini ham bizga nisbatan hukm hisoblanadi. Bu 3 xil hukmning ichidan eng kuchli qaysi Rasulullohning qig'ini. Chunki gapningmi boshqa taraf ko'rish ehtimoli bor. Boshqa ma'no berish ehtimoli bor, ammo qilgan ishning hech ehtimoli bo'lmaydi. Shunga Rasululloh qilgan ish bizga nisbatan favqulodda hukm. Endi Rasululloh qilgan ish degan nuqtaga kelganimizda Qur'onda tilga ilinmagan nurg'un ishlarni payg'ambar alayhisalom bizga o'zining amaliy qilish hayotida ko'rsatib qo'ygan. Bu nuqtadan bizga faqat Qur'on yetarli. Qur'onda hamma hukm bor degan gap qarmoqqa to'g'ridek bo'lgan xato gap. Qur'onda umum prinsip bor, dinning asosiy rukn qoidalari bor, dinning cho'ng-cho'ng farz ahkomlari bor. İcmali şekilde, yani ixcham bir şekilde bayan kılınan ahkamlar ve Resulullah'ın vazifesi şu ise şu icmali şekilde, ixcham şekilde bayan kılınan bizge izahlash vazifesi var ve Kur'an'da tilg'anmagan hükümlerini bizge epkilish nimasi var, vazifesi var. Qanda Qur'on-i Kerimdeki Resulullah'a
ergishish buyruqlariga kelgan buyruqlarga nazar tashlasak, qaranglar. Sura Al-Imronning 32-oyatida qul atiulloha va rasul. Allohga va Rasulullohga itoat qilinglar. Alloh va Rasulullohni ikkisini bir yerda keltirib, atiu itoat qilinglar keldan birini keltirilgulik. Sura Maidaning 92-oyatiga qarasanglar, atiulloha va atiur rasul. Allohga itoat qilinglar, Rasulullohga itoat qilinglar. Alloh ma ayrim, Rasululloh ma ayrim va itoat qiling pil ayrim. Bayatdan qayatda pil bir Rasululloh bilan Alloh ikkisi bir-biriga atbar qilib bog'lanib keliklikdi. Ma oyatda pilmi boshqa. Alloh itoat qilinglar. Ayrim itoat pilisi va Rasululloh itoat qiling ayrim itoat pilisi va Qur'onda har bir narsa bika-bikaga o'zgarib qolmaydi va o'xshamagan shaklda kelib qolmaydi. Hozir davom qilamiz. Yana bir yerdamda yolg'iz keliklik sura Nurning 56-oyatida va atiur rasul la'allakum turhamun. Allohga, Rasulullohga itoat qiling. Itoat qilinglar degan pil bir. Allohga itoat qilinglar. Rasulullohga itoat qilinglar pil ayrim. Ammo yerda yolg'iz holatda atiur rasul. Rasulullohga itoat qilinglar la'allakum turhamun. 4-qatim atiulloha Allohga itoat qilinglar pil ayrim. Va atiur rasul Rasulullohga itoat qilinglar pil ayrim. Va ulul amri minkum. Aranglardagi rahbarlarga itoat qilinglar. Diniy va ahkamda amirlarga, olimlarga itoat qilinglar. Degan yerda olimlarga ayrim pil keltirmaylik. Bizga yuqorqi 3 oyatda keltirilgan ifodalar va 4-oyatdagi aranglardagi ish egalariga itoat qilinglar degan vaqtdagi ifodalar nimani ifodalaydi desanglar, Rasulullohningki Allah avatgan hukmni bizga izohlash vazifasi. Bu yerda tang itoat qilinglar degan ifodani tushunsak bo'ladi. Rasulullohningki Allah Qur'onda avatgan hukmdan boshqa hukm qo'yish huquqlari va degandek bir xil ifodalarni eng oxirdagi aranglardagi ish egalariga itoat qilinglar deganga ayrim pil keltirmaylik. Chunki ish egasiga itoat qilish mutlaqo Allohning Rasuliga itoat qilish aslida bo'lish kerak. Shunga bog'lanish kerak. Ya'ni mustaqil itoat huquqi yo'q ish egalarininki. Mustaqil tashri huquqi yo'q. Ammo Rasulullahninki mustaqil bir shaklda itoat qilinglar deb avatishi, Allohga itoat qilinglar va Rasulullohga itoat qilinglar deb ayirib pilni takrar keltirishi Rasulullohning mustaqil itoat o'rni ekanligining ifodasi. Mustaqil tashri' qonun, ahkam, yo'l qo'yg'ich huquqining bog'liqining ifodasi. Ko'ngil tutsak, dalil nihoyat ko'p qarindoshlar. Bunun hammini tabiiyki bu yerda qanaq qilmaymiz, bayon qilmaymiz. Men munosabatlik tarafni qanaq qo'ydim, bayon qilib qo'ydim. Endi demakchi o'g'lim shu. Bayatdan qoyatin ba'zilar xato ma'nini elib, xato tushunchani elib, Qur'onda rajm degan gap yo'q. Faqatlam to'y qilgan bo'lsin, qilmagan bo'lsin, o'xshashlar buning jazosi 100 dona tayoq bilan urush. Desa biz yuqoridagi Rasulullohning mustaqil tashri', mustaqil ahkam, qonun chiqish huquqining bog'liqini isbotlab bo'lgandan keyin Rasulullohning hayotiga qaraymiz. Oyatning tushunchasini aql shakl to'g'riladik ya, uni tushungan bo'lsanglar, Rasulullohning hayotiga qarasak, Rasulullohning hayotida rajm qildimi, qilmadimi? Tabiiy qildi. Kimlarni qildi? Maizni qildi, G'amidiyalarni qildi, Yahudi ayolni qildi. Bunun hammasi Rasulullohning hayotida yuz bergan, Rasululloh qilgan ish. Dedik ya, Rasulullohning degan sunnatidan qilgan sunnati kuchli. Mishqa degan gap boshqa ma'noga ehtimol tutishi mumkin. Atrofdagilar boshqa xil tushunib qolish ehtimoli bor, ammo qilgan ishning boshqa xil tushunchasi yo'q. Rasululloh rajm qildimi? Qildi. Gap qana qildi? Tugidi. Masala tugidi. Demek didaklar kelgan vaqtda didaklarninki yomon gunohdan saqlanish imkoniyati hur ayollar qilgan vaqtda to'm bo'lg'achqa bularning boshqalarning buzaq qilishga uchrash ehtimoli ko'p bo'lg'achqa bularning jazosi tabiiy to'm bo'lishi aniq. Alloh subhanahu va taolo buni bu yerda ya'ni ra'y qilgan demakchi buning ahvoliga. Alloh subhanahu va taolo yana oyatning eng oxirisida savatdoshlar qarindoshlar yani meselenin demek olan ifadesi kelip nimde oldu ayetinin ahirisida zalika yuqorqi hukm liman khashila anata minkum aranglardan zina uçup qilishdan qo'rqqan odamga berilgan hukm. Yani bir odamda erkin ayollar bilan to'y qilgudek hiqsat yo'q, pul yo'q,
insanın içindeki tabiati onu cin to'g'izmadi, zinaqishib qolish ehtimoli bor. Tamam, ayoq yuqori shaklda qilsa bo'ladi. Ammo va an tasbiru khayrun lakum, sabr qilsangiz yaxshi. Ya'ni hur ayollarni elinglar, hur ayollarning og'idak imkoniyat bo'lmasa sabr qilinglar. Bu yaxshi da'vatdir do'st. Oyatning oxirisida. Va vallohu g'afurur rahim. Alloh mag'firat qiluvchi va rahim qiluvchi. Qarindoshlar, takrorlab qo'y. Allohning bu oyatidagi bizga demoqchi o'g'ini shu: erkin ayollarni elinglar, dedeklarni ammanglar, dedeklarningki azod bo'lishi, dedeklik qulluq jamiyatining tugishi Allah subhanahu wa ta'alaning bu oyatdan iroda qilgan mazmuni. Biz buni darsimizning 5-da tushuntirib o'tdik. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashadi. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.